Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda unpacking time bo'ladi. Ya'ni biz Yevropadan kelgan o'simliklarimizdan 3-4 xilini sizlarga ochib, raspakovka qilib beraman. Birinchi bo'lib Avis normandiana, ya'ni pixta archasini ko'ramiz. Ko'plarga shu archani tavsiya qilaman. Agar sizlarning hovlingizda yarim salqin joylar bo'lsa, bemalol mana shu archani eksanglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib Yevropadagi hamkorlarimizni zo'r upakovka qilib berishadi. Shuning uchun ham hech qaysi o'simligimizni yo'lda kelayotganda shikast olmaydi. Germaniyani o'rmonlarida o'sadigan archalar. Ligustrum tixanum. Bu ham yam-yashil butasimon o'simlik va eng afzalli tomonlari bu O'zbekiston iqlimiga bemalol moslashadi va yozga yaqin gullashi boshlaydi. Gullaganida lekin juda ham chiroyli, oppoq, sirenga o'xshab gullaydi. Hit продажамizda bor, bu Kiparis arizonica. Programmamizda ham qarasam, har doim Kiparis arizonica ko'p ketgan mahsulot hisoblanadi. Menimcha ko'pchilik Kiparisning xususiyatlarini bilsa kerak, to'g'rim? Buni maqtashimiz shart emas. Lekin hidi hoziroq prям taralyapti. Endi novinkani ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli novinkalar bor. Bu yoqda mana bahaybat hajmdagi magnoliya daraxtimiz ekan. Buni yoshi menimcha bir 12-15 yoshli magnoliyalar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Bo'yi 7 metr. Va undan tashqari mana ikki tomonimizda turgan Prunus navita. Bu lavra vishnya, vechniy zeleniy, ya'ni qishin yozin yam-yashil bo'ladigan o'simlikdan mana bunaqa to'qilgan formada juda chiroyli shakl qilib o'stirilgan o'simlik. Va ko'pligi qiziq bo'lgan, mana orqamda turgan katta bahaybat Magnolia grandiflora kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli. Bular taxminan 20 yoshli magnoliyalar bo'ladi. Hozirda sonlari cheklangan, shuning uchun katta, krupnomer, yirik o'simliklar kerak bo'lsa, darhol bahor gullariga murojaat qilinglar. Eslatib ketaman, hamon qishki ko'rgazmamiz davom etyapti. Bu qishki ko'rgazmada sizlar turli xil va har xil davlatlardan kelgan har xil o'simliklarni O'zbekiston bo'ylab faqat bahor gullarida topishingiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz.